Yolg'on gapirayotgan odam bugungi kunda eng yaxshi odam bo'lib qoldi. Yolg'on gapira olmaydigan odamni ustidan kuladigan bo'lib qoldik. Yolg'on juda ko'p bo'lyapti, birodarlar. Bir-birini aldab ketish juda ko'p bo'lyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan so'rashdi: "Ey Allohning rasuli, ummatingizni ichida sharob ichadiganlari bo'ladimi?" Bo'ladi. Bo'ladi. Jinoyatchilari bo'ladimi? Bo'ladi. Yolg'onchisi-chi deyishdi. Payg'ambarimiz alayhissalom yonboshlagan hollardan turib o'zlarini haybatlarini to'g'rilab aytdilarki, ummatimning ichida yolg'onchisi bo'lmaydi dedilar. Yevropa, boshqa davlatlarni ko'ringlar-da, nima uchun taraqqiy topyapti? Nima uchun rivojlanyapti? Jamiyatida birodarlar, yolg'on yo'q. Birovning haqqini urib qolish yo'q. Shuning uchun Alloh taolo dunyosiga baraka beryapti. Hozirgi kunimizdagi atrofimizdagi yolg'onlarni bir ko'ringlar-da, oddiy munosabatlarda musulmon aldagisi kelib qoladi. Oddiy munosabat, u hech narsani hal qilmaydi. Eng qizig'i, undan yolg'on gapirishni so'ramasa ham yolg'on gapirayotganlar bor. Choyxonada o'tiradi, bo'lmagan voqeani boshlaydi. Hamma menga qarasin deydimi, nima deydi, o'zi biladi-yu, lekin yolg'onga mukkasidan ketadiganlar ko'paydi. Yolg'on gapiradigan odamdan munofiqlikda alomati bor ekan, Alloh saqlasin. Yolg'onni yo'qotishga harakat qilaverish kerak.